Bir kuni ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringizdan biri shoshilinch sarlavha bilan bir postni repost qildi. Shahrimizda elektr yetishmovchiligi tufayli maktablar yopiladi. Va bu post ko'plab odamlar orasida tez tarqaldi. Ertasi kuni ma'lum bo'ldiki, bu xabar noto'g'ri ma'lumot. Voqea boshqa shaharda bo'lgan va aslida rasmiy manbalar bunday e'lon qilmagan. Ushbu kichik misol hayotimizdagi muhim haqiqatni eslatadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir marta bosiladigan repost faqatgina tugma bosish emas, balki haqiqatdan ham real ta'sir ko'rsatadigan harakatdir. Ushbu nuqtai nazardan sening reposting, sening javobgarliging degan shior yoshlar uchun nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy mas'uliyat hamdir. Nima uchun repost qilish muhim? Repost orqali tarqalayotgan ma'lumot tezda ommalashadi. Yomon niyatli kontent, ya'ni disinformation yoki xatoliklar, misinformation ham tarmoqda ommaviy tarqalib ketishi mumkin. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti va tahliliy maqolalar shuni ta'kidlaydiki, noto'g'ri ma'lumot jamiyatni polarizatsiyaga, hukumatga bo'lgan ishonchning pasayishiga va hattoki sog'liq va xavfsizlikka zarar yetkazishi mumkin. Jamiyat sog'lig'i, ta'lim yoki ijtimoiy barqarorlikka ta'sir qiluvchi xabarlarni tekshirmasdan tarqatishga qarshi ehtiyot choralarini ko'rishni tavsiya etadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish keskin oshdi. Rasmiy statistika va raqamli tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2024-yildan ijtimoiy tarmoqlarni faol foydalanuvchilar soni millionlab odamlarni tashkil etgan va internetga kirish qamrovi 2023-2024-yillarda 90% atrofida edi. Davlat statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yanvar-sentyabr holatida internet foydalanuvchilar ulushi 92,7% darajasiga yetgani qayd etilgan. Bu yoshlar orasida axborot tezligi va ta'sir kuchi yuqori ekanligini anglatadi. Nega odamlar, ayniqsa yoshlar, tekshirmasdan repost qiladi? Olimlar va psixologlar bir nechta asosiy sabablarni ajratadi. Hissiy reaksiya, hayajon yoki qo'rqish yoki g'azab, tezlik va osonlik, ijtimoiy imij va guruhga moslashish istagi hamda ko'pincha manbalarni tekshirish bo'yicha malaka yoki vositalarning yetishmasligi. 2023-2024-yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab kontent yaratuvchilarning o'zi ham ma'lumotlarni tekshirmasdan tarqatishi mumkin. UNESCOning ta'kidlashicha, kontent yaratuvchilarning katta qismi faktlarni tekshirmaydi va bu o'z navbatida tomoshabinlar orasida xatolik tarqalishiga olib keladi. Mahalliy tadqiqotlar va monitoringlar ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri ma'lumotlar natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatadi. Xalqaro tadqiqotlar va almashinuv tashkiloti hisoboti ham ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvli kontent va unga qo'shilgan tez baholashlarning salbiy oqibatlarini qayd etadi. Bu holatlar yoshlarni mas'uliyat bilan bo'lishishga chaqiradi. Xo'sh, bunday sharoitlarda nima qilish kerak? Manbalarni tekshiring. Xabar davlat yoki rasmiy idora saytlarida, ishonchli axborot agentliklarida tasdiqlanganmi? Sarlavha bilan aldana ko'rmang. Sensatsion sarlavhalar ko'pincha klik keltirish, ya'ni clickbait maqsadida yaratiladi. Fact-check platformalaridan foydalaning. Xalqaro va mahalliy fact-check resurslari yordam beradi. Xabarga hissiy reaksiyaga ko'ra harakat qilmang. O'ylab repost qiling. Qoidasi eng oddiy, lekin samaralidir. O'z do'stlaringiz tarmog'i, ya'ni media va axborot savodxonligini oshiring. Kichik guruhlarda maslahatlar va qo'llanmalar tarqating. Bugungi kunda har bir repost bu kichik ammo muhim ijtimoiy harakatdir. Yoshlarimiz axborot maydonida eng faollardan biri sifatida nafaqat ularning o'z obro'siga, balki butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har birimiz repost tugmachasini bosishdan oldin bir necha soniya o'ylashimiz, manbani tekshirib ko'rishimiz va noto'g'ri axborotni tarqatmaslik bo'yicha ongli qaror qabul qilishimiz lozim. Unutmang, sizning repostingiz sizning javobgarligingizdir.